oldingi yilga nisbatan so'mda hisoblasak 500-600 million oyiga ekonom qilyapmiz. Assalomu alaykum hammaga. Angren issiqlik suv ta'minotiga kelganmiz, shahar suv ta'minotiga. Bu yoqda mana chistotniklar qo'yib berilgan, oziq-to'liklar bilan bu yoqda ko'rib, yana nastroykalarni ko'rib chiqyapmiz. Mana hozir bu dvigatelimizga 400 kilovatlik dvigatelimizga qo'yilgan. Mana global energetimizdan bilsak bo'ladi, aka, qanaqa bo'libdi effektlar o'zi chistotnik qo'yganimizdan keyin? Xolis effekt, chunki boshqa suv ta'minotlarga taklif qilganimizda mijoz o'zidan eshitgani boshqachada baribir. Qanaqa beryapti, necha foizda beryapti? Hozir haqiqatdan yaxshi ekan. Endi buni puskoviy momenti, даже yo'q puskoviy momentda limitlar kuyib ketardi, vallar uzilib ketardi. Bunaqa narsalar yo'q ham. Oddiy elektr energiyada ham iqtisod bo'lyapti. Realni. Realni oldingi yilga nisbatan so'mda hisoblasak 500-600 million oyiga ekonom qilyapmiz. Bularda endi umumiy nima bo'yicha? Issiqlik ta'minot bo'yicha. Endi bu yoqda 5 ta 400 qo'yilgan, 2 ta 250 и bir 30 ga yaqin chistotnik qo'yilgan. Foizlarda necha foiz ekonom qilyapti? Misol uchun ko'rdingiz, necha foizlarda? O'rtacha 40%. 40%. Rahmat aka. Klientlarga biz aytamiz, misol uchun biz doim garantiya beramiz 15-20% gacha, lekin effektni даже 50% gacha bergan joylari bu, mana akamiz o'zlariga 40% gacha ekonom. Men даже o'zim ham ishonmagandim. Siz aytgan 15-20% ekonom qilsa kerak derdim, lekin haqiqatda mana fakt 40. Fakt 40% elektr energiya ekonom qilib beryapti. Tavsiya qilamiz, qo'yinglar. Yaxshisidan adashmay qo'ysangizlar, xudo xolasa servislarni ham, sonkalarni chiroq qilib beramiz.